Assalomu alaykum hammaga xayrli kun, boshlagan kuningiz xayrli, barakatli bo'lsin. Bugun ishxonamizda ishlardan biri Gentra avtomobili. To'g'rirog'i ikkita Gentra keladi. Bittasidan polniy hamma narsani yechamiz va ikkinchisiga o'tkazamiz. Nimalar yechishimizni hozir taxminan speskasiga qarab o'qib beraman. Mashinamizni o'zimizga yig'ganmiz bunga apparaturani, hamma narsani cho'tki qilib, o'sha yana mashinaning yilini yangilayman deb olib kelibdilar. Mana shunaqa vaziyatda zamin qilib olgan yaxshi, chunki shuncha narsa qo'yilgan, shuncha rasxod bo'lgan. Shunga yarasha yangi mashinaga o'tkazib, bahonada yilni ham yangilayapti. Hop, Gentra'mizning apparaturasi bor. 4 ta eshikli kolonka bor. 4 ta kolonka Recoil brendidan qo'yganmiz. Oldiga komponent, orqaga koaksial qo'yganmiz, adashmasam. Bunga Recoil usilitel ham qo'yilgan. Sidena tagida turibdi. Hozir sidenalarni yechamiz. Hop, usilitel ham yechamiz. Mikrofonimiz bu yerda mana. GM o'zini monitorli chiqqan mikrofoni. Videosini qo'yganman, rosa ko'p so'rashgan, necha pul, qayerda bor. Men bilmayman, shu aka o'zlari topib kelganlar, o'zlariga qo'yib berganmiz. Shuni videosini ham qo'ydim mana shu mikrofonni. Zadniy kamerasi ham bor buni. Mana shu mikrofon, usilitel, 4 ta kolonkani yechamiz hozir. Bagajda subwoofer ham bor. Subwooferimizda 1200 talik Ezifer subwooferi. Buni ham yechamiz. Undan keyingi masala bu yerda rulli ham mana boshqachasidan qo'yilgan, rulli ham periketga qilamiz. Buni ham yechib narigi mashinaga yili yangisiga o'tkazamiz. Keyin orqada Optra fara bor. Gentralar qilinadigan ichi o'zi Optra amerikanka, ko'zga tashlanadigan, ko'rinadigan ishlardan. Optra fara, bularni yechamiz. Oldida amerikanka fara bor. Mana buning ichiga svetodiodli shu lampochkalardan qo'yganmiz, yaxshilardan mana. Cho'tki yonib turibdi haligacha. Tumankadagi lampochkani o'zini yechamiz. Farani o'zini zamin qilib yuboramiz. Undan tashqari bu Gentra'da bakovoylari ham yopilib ochilar ekan. Narigida yopilib ochilmaydi, chunki bakovoylari ham shu zadniy vid bakovoylarni yechib, uni ham zamin qilib yuboramiz sirazi. Keyin Mamatga narsa yopishtirib qo'yibdilar, buni o'zini shilib yopishtirish agar vigidniy bo'lsa, shunday shilib yopishtiramiz yoki men plastmassalar birga almashtirib olsam ham bo'ladi. Keyin mikrofonning ramkasida narigi mashinada Mamatga yopishgan narsa bor ekan, o'shanga uni ham tegmaymiz-da. Uni ham shunday zamin qilib yuboramiz, buni o'zini o'tkazib yuboramiz narigi ramkani o'zini. Mashina o'zi svejiy, tinov haydalgan, o'shanga hozir paroklarda, laminatsiyalarda butun turibdi, hammasi cho'tki. O'shanga laminatsiyalar bilan birga paroklarni ham almashtirib yuboradigan bo'ldik. Bundan tashqari mashinaning 4 ta sidenasini ham almashtiramiz. Sidenalarimizda chexollar bor. Sidenalarning o'z holati yaxshi, yangi payti taqqanman deyaptilar. O'shanga sidenani o'zini yechib, chexolni yechib alohida almashtirib o'tirgandan ko'ra o'zi bilan birga periketga qo'yib yuboramiz. Antiradar bor mashinamizda. Neoline antiradari. Model aniq esimda yo'q. Mana shu model. Xullas, antiradarni ham periket qilamiz. Hop. Keyin 4 ta eshik shum izolyatsiya bo'lgan bu yerda. Mana qaranglar, shum izolyatsiyani yaxshidan qilganmiz. Qanchadan bir yuribdilar, mana haligacha cho'tki deyaptilar, yopilib ochilishlari. Taxminan 2 yil bo'lib qoldi-yu bu mashinaga. Haligacha zo'r. Mashina eshik yengil, yopilib ochilishi cho'tki. Xuddi shunaqa qilib, narigi mashinaning 4 ta eshigini shum izolyatsiya qilamiz. Ya'ni shum izolyatsiyani shilib o'tkazib olmaydi. O'shanga narigi mashinani shumka qilib qolamiz. Chiroyli qilib mana qaranglar. Apshifkan orqa taraflari mana o'sha payt qilingan shumka. Haligacha mana zo'r bo'lib turibdi. Effektini, natijasi qochmagan, xullas yaxshi. Shunga mana 4 ta apshifka qovuradi. Faqat yangi mashinani o'sha qilinayotgan qo'shimcha narsasi 4 ta eshik shumkasi bor. Bundan tashqari yana bir ikkita mayda-chuyda narsalar bo'lishi mumkin. Tablon podsvetkasi bor bu yerda. Endi tablonni periketga qila olmaymiz, chunki tablon probegi bo'ladi. Narigi mashinadagi probeg bilan bir-biriga соответствовать qilmaydi o'shanga. Tablonni almashtirmaymiz. Xullas, oldiga polik. Xullas, narigi yangi mashinani mana shu mashinaga aylantirish kerak. Ichidagi navorotlar. Rul, apparatura, 4 ta eshik shumka, sideniya, parok, laminatsiyalar, antiradar, orqadagi kamera, hamma narsa o'tadi. Mana orqada kamera ham bor. Bu mikrofonning kamerasi. Bu o'sha GM zavodskoy chiqqan monitori, xullas. Mana shunaqa monitorli chiqqan mikrofoni ham bor. Lekin yaxshi, sifati yomon emas. Narxini bilmayman, narxiga to'g'ri keladimi yo'qmi.
Kuzatib turinglar, mana hozir yechishni boshladik. Narigini ham bitta ochamiz. Hamma narsani qo'yilish jarayonini bitta ko'rsatib boraman. 4 teshik shumkasini ham ko'rsataman. Qanaqa qilganmiz oldin, hozir qanaqa qilyapmiz. Taxminan bir xil, faqat materiallar o'zgargan bo'lishi mumkin. Materiallar hozir u paytdagi materiallar kelmayotgani hisobiga o'shani o'rniga xuddi o'sha kачестводagi boshqa materiallardan foydalanishimiz mumkin. Mana hozir sekin obshivkalardan boshlandi. 4 ta obshivkani ochib, kolonkalarni yechib, 4 ta sizenani yechib, hamma narsani yechib turamiz. Yana bitta narsasi bor, bu yerda Magikar bor ekan, mana. Magikarni ham yechib olamiz. Xullas, mana shunaqa gaplar. Kuzatib turinglar. Narigi mashinani ham bitta chochamiz. Yangi mashinaga narsalarni bitta o'tkazamiz. Hamma narsani ko'rsataman. Amerikanka fara qanaqa yechiladi, Optra fara qanaqa yechiladi. Shunga o'xshash qiziqarli qilib sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Orqa farani yechish ham oson. O'zingiz zamin qilaman desanglar ham, misol uchun kuzatib tursanglar, ko'rib olishingiz mumkin. Ikkinchi jentramiz ham kelib oldi. Mana bu yerda zavodskoy fara. Farani yechish uchun birinchi bo'lib mana bu yonda klipsilar bor, shular chiqariladi. Mana klipsi chiqaradiganda tortib endi buni ochsak 4 ta 10 gaykasi bor orqasida. Shu 4 ta 10 gaykani bo'shatamiz. Oddiy 10 ключni o'zi 2 marta burasak, bu yog'i keyin qo'lda ham bo'shaveradi. Bitta buragandan keyin qo'lda yechib olinadi. Mana shunaqa 4 tasini bo'shatib olamiz. Mana qaranglar, bir pasda yechiladi. Unaqa qiyin ish emas. Oson. Uchinchisi faqat gayka qo'lingizdan tushib ketmasin. Hamma tiyib tushib ketadi. Keyin sal olish uchun qiyin bo'ladi. Ochib olish kerak bo'ladi. Bitta buragandan keyin farani qo'linglar bilan sal itarsanglar, yo tarafdan barcha oson yechiladi. Mana buni shtekерni shunday bosib chiqarib olamiz. Bitta bor bosadigan. Bo'ldi, mana shunday tortsak, rezinkasi o'zi suv bilan yopishib qolgan bo'ladi. Keyin shirt deb ko'chib chiqadi. Mana orqasidan bunaqa rezinka bor. Mana shu rezinka salon bilan bagajni ajratib turadi. Mana bu yerdan suv o'tmasligi uchun shu rezinka javob beradi. Shunisiga e'tibor berasizlar, tekis turish kerak. Mana shu rezinka mana iz bo'lib turish kerak. Mana hamma plasmas, tagida plasmas bo'lib turadi. Bu yoqdan уже suv o'tmaydi nari tarafga. Mana narigini qo'yamiz, xuddi shunaqa rezinkasiga e'tibor berib, bir joyiga qotirib olsak bo'ldi. 4 ta bo'libdi. Shu galma-galdan qotirib olamiz. Bu jentramizdagi o'sha yechiladigan narsalarni yechib, ikkinchi jentramizga taqdik. Eski mashinamizda chiqib ketdi. Yangi mashinamizning o'zi qoldi. Mana yangi mashinaga ham o'sha ancha ishlarni bitirib qo'ydik. 4 teshik shumkasi почти deyarli bo'lib qoldi. Mana o'sha ikkita sloy eshikning ichiga vibrizolyatsiya, termoizolyatsiya yopishtirib, 3-sloyga mana materialni ham yopishtirib, chetiga falgalar ham qilib qo'yilgan. Bitta mana shu bir taraf falgasi qo'ygan, qilinmagan. Zamonli smaska bo'lgan, cho'tki bo'lib, endi regirovka hali qilinmagan, lekin o'sha yopilishi yaxshi, xudo xolasa. Hozir rezinkalarni keyin oxirida yopib ko'rsatamiz. Usilitsiyalarni hozir sizenatiga qo'yamiz. Mana sizenalarni endi o'tkazamiz dedik. Egalarini ozgina fikrlari o'zgarib qoldi. Sizenani o'tkazmaymiz, o'zi qovuradi dedilar. Shuning uchun sizenalarni o'tkazmadik. Sizenalar o'zi qoldi. Rullarni mana periket qilib qo'ydik, almashtirib. Maytafonlarni o'rnatib qo'ydik. Mana hali atrofini yig'madik. Endi yig'amiz sekin. Mana bu narsani ham mana plasmas bilan birga o'tkazib oldik. Karbon bilan birga. Kolonkalar hammasi chiroyli bo'lib qotdi. Hozir visokiylarni mana tayyorlab qo'yganmiz, ulab, ularni o'sha ruchkada qo'yilgandan keyin ruchkaning ichiga chiroyli qilib joylashtirib yuboriladi. Mana hali ruchkada qo'yilmadi, shuning uchun shunda o'tiribdi. Orqaga ham mana spesialniy podiumlar bilan qo'yilgan kolonkalar chiroyli bo'lib qotgan o'zini joyiga. Xullas mana shu etapga keldi. Sabuferlarni ham bagajga qo'yib, mana hozir ulanishga tayyorlab qo'yilgan, simlar tayyor turibdi hammasi. Orqa kamera, mana bu kameraga suv kirgan ekan. Shuning uchun bu kamerani o'rniga boshqa kamera qo'yib yuborishimiz kerak bo'ladi. Boshqa kamerani hozir qidiramiz. Xuddi shundan topib qo'yib yuborishimiz kerak. Bu shu maytafonning o'zidan chiqqan kamerasi. Xullas shu etapga keldi. Ozgina ish qoldi, xudo xolasa sekin yig'ib oladigan joyiga keldi. Yig'ib olib bitta natijasini ko'ramiz. Mana jentramizdan ham ancha ishlar bitib qoldi. Faralarning hammasi mana o'tdi. Joy-joyiga oldi orqa faralar. Lampochkalarni ham qo'yib qo'ydik.
Nomerlarni ham boshqatdan qotirib berdik, chiroyli qilib o'zlari xohlagandek qilib. Mashinani eshiklari shum izolyatsiya bo'lib yopildi, hammasini. Yopilishlarini qaranglar. Yaxshi shikalat bo'ldi mana. Sekin o'zida ham mana chiroyli yopiladi. Zamonlarni yaxshi smaska bo'lgan hisobiga mana ovozi ham o'sha boshqacha, mashina yangi bo'lishiga qaramang. Yaxshi. Cho'ntaklarni material qilib berdik. Mana o'zlari xohlagandek qilib. Bardocho ham o'zlariniki o'tdi. Kalitini faqat o'tkazib, mana pastki idishlar bilan qilib berdik. Hop, apparaturamiz ham xuddi shunaqa qo'yildi. Sizenatiga usilitel, mikrofonni mana joy-joyiga o'rnatdik hammasini. Hozir oxirgi o'sha bokovoyga yopilib ochiladiganini ham o'tkazib yuboramiz. Bokovoyga chiqib narigi mashinadagi bunga o'tkazildi. Hozir ulandimi o'sha? Qani yopchi? Bu bokovoy narigi mashinadan o'tdi, undan bloklarni ham olib bunga o'tkazib yubordik. Bokovoy ham yopilib ochilmaydigan olib chiqqan ekan bu variant. Mana lekin lukli. Bilmayman, shunaqa variant ham bor ekan. Xullas, mashinamizni oxirgi mana obshivkasini yopsak, hozir nimasini ulayapsan? O'sha oxirgi jarayon, shu avux puli olaman, bokovoyga, mejigarlarni o'tganda. Ha, pultdan yopib ochish uchun ulayapsan, ha? Bo'ldi, shu bilan yig'amiz, ha, xudo xohlasa. Tayyor qildim. Mana bitta obshivkani yopsak, mana bu joyidagi shu podключениyasi ham bu bo'ldi, yig'sak, shu bilan mashinamiz tayyor. Mana mashinamizni xudo xohlasa egalariga topshirishga tayyor qildik. Sizlarda ham shunaqa xizmatlar bo'lsa, eski mashinalardan yangisiga перекидка qilib olinglar. Ko'pchilik bor, shundoq yangi oladi-da, eskini hamma narsasi bilan shundoq berib yuboradi. Endi ba'zi sharoitga qarash kerak. Sotib olgansizlar bu narsalarni ham agar olayotgan odam o'sha sizlarda qo'yilgan narsalarni ustiga pulini bermayotgan bo'lsa, menimcha uni yechib olib, o'zingiz keyingi mashinangizga o'rnatganingiz ma'qul bo'ladi. Bularda shunaqa holat, baribir sotib olganda rol o'ynamaydi, shuning uchun hamma mehr berib yig'ilgan narsalarni ya'ni yangi mashinaga o'tkazib oldilar. Faqat 4 ta eshikni boshqatdan shum izolyatsiya qilib berdik. Mana mashinamiz ham tayyor. Egalariga topshiramiz. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, qo'llab qo'yasizlar. Sizlarga oson, bunday bosib qo'yasizlar bo'ldi. Bizga ham muhim. Kanalimizni harakatxonimizni tezroq, yaxshiroq rivojlantirishga, ko'proq odamlarga manfaatliroq, qiziqarli bo'ladigan videolardan olib, harakat qilib qo'llab qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Podpiska qilmagan bo'lsanglar, podpiska qilishni unutmanglar. Hammalarni Tuning Box servisida kutib qolamiz. Mashinani chiroyli qilib beramiz olib kelsanglar. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha.